Assalomu alaykum. Respublikamizda narkotik preparatlarni qabul qiladiganlar juda ham ko'p va o'zini bular ko'pchilik narkoman deb hisoblamaydi. Bilasizlar, juda ham yaxshi bilasizlar. Narkotiklarni qayerda qabul qilishadi va qachon qabul qilishadi. Va bu narsani umuman bir unsur yoki bir kasallik yoki bir nuqson sifatida qabul qilishmaydi. Lekin o'rtoqlar bilib olinglar, misol uchun reproduktiv yoshdagi yigitlar. Misol uchun sizni farzandingiz, sizni aka-ukangiz yoki siz o'zingiz bo'lishingiz mumkin va siz tramadol yoki shunga o'xshagan sintetik narkotiklarni yoki oddiy nasha yoki qora doriga o'xshagan narkotiklarni qabul qilganingizda testosteroningiz tushib ketadi. Bu narsa sizni farzandli bo'lishingiz yoki jinsiy hayotni davom ettirishingiz, hattoki ishlashingiz, yashashingizga xavf tug'diradi. Bugun testosteronni pasaytiradigan dorilar seriyalaridan bittasi tramadol yoki opioidlarni hammasini qamrab oluvchi opiat sindromi haqida gaplashamiz va bu testosteronni qanchalik tushirishini va uni davosi qanaqa bo'lishini, qanaqa qilib bu holatdan chiqib ketish mumkinligini gaplashamiz. Imminni testosteron bo'yicha narkotikni tashlash bu sizni o'zingizning irodangizga bog'liq. Hurmatli yoshlar, hurmatli mendan katta odamlar, agar narkotiklarni sintetik yoki oddiy tabiiylarni qabul qilib yurgan bo'lsangiz, sizda opiat sindrom rivojlanadi. Opiat sindrom degani opioid tufayli, ya'ni narkotik tufayli yuzaga kelgan androgen defitsit, ya'ni testosteron yetishmovchiligi. Bu holat birinchi marta 2003-yilda yozilgan, kashf etilgan, meditsinskiy literaturada paydo bo'lgan va uzoq vaqt mana shu sintetik yoki tabiiy narkotiklarni, oddiy narkotiklarni qabul qilganda testosteron pasayib ketishini ifodalaydi. Xo'p, ikkita mexanizmi bor. Mu reseptor degan narsa bor. Mu reseptor o'sha narkotik modda boylanadigan reseptor. U miyada ham bo'ladi, orqa miyada ham bo'ladi va butun tanada ham bo'ladi. Shu tufayli og'riq qoladi. Shu tufayli siz kayf qilasiz. Xo'p, agar siz qanaqa tramadol yoki shunga o'xshagan sintetik narkotiklar yoki boshqa narkotiklarni qabul qilganingizda mu reseptorlar gipotalamusdagi reseptorlar bilan boylansa, gonadotropin releasing gormoni kamayib ketadi. Natijada luteinlovchi gormon kamayadi gipofizdan va bu narsa testosteronni pasayishiga olib keladi. Xo'p, undan tashqari sizni tuxumlaringizda Leydig hujayralari bor. Testosteron ishlab chiqaradigan hujayralar bor. Barcha narkotiklar tuxumdagi mu reseptorlar bilan boylanadi va testosteron ishlab chiqarishni kamaytiradi. Bu narsa Journal of Pain jurnalida 2014-yilda chop etilgan bu maqola. Morfin qabul qilish testosteronni 48%ga, ya'ni 50%ga, yarmini kamaytirgan. Miyaga ta'sir qilmasdan, miyaga ta'sir qilganini hisoblasangiz 100%ga pasaytirib yuborgan bo'lib chiqishi mumkin. Xo'p. Endi 3 ta maqola o'rganamiz. Bu opioidlar yoki tramadol qanchalik testosteronni pasaytirib olish haqida. 2016-yilda Pain jurnalida chop etilgan 22 ta maqolani o'z ichiga olgan meta-analiz. Meta-analiz degani ko'p analiz degani. Juda ko'p maqolalarni o'rganib chiqib, umumiy xulosasi beriladi. 5000 tadan ko'p erkakni tekshirishgan. 80% gacha erkaklarda testosteron normadan past chiqqan. Ayniqsa og'riqli holat, sizni bolangiz shu narsa bilan kasallanib qolgan bo'lsa, uni uylantirishingiz kerak, u farzandli bo'lishi kerak, u karyera qilish kerak, u sport qilish kerak. Xo'p, agar bu narkotikdan olib chiqib olgan bo'lsangiz ham testosteronni oxirigacha tiklanmasligi mumkin. Uni tekshirib testosteronni ko'tarishingiz kerak. 2018-yilda Andrologiya jurnalida 94 ta erkakni tramadol qabul qilgan erkakni 6 oy davomida tekshirishganda testosteronni 14.6 dan 8 gacha tushib ketgan, ya'ni 44% ga tushib ketgan. 31% da 8 dan ham pastga tushib ketgan. Demak, 75% erkaklarning testosteronni tramadol, hatto 100 mg qabul qilsa ham tushib ketgan. Shularning yarmida o'rtacha tushish kuzatilsa, 3 dan birida juda ham kuchli kuzatilgan tushishi. Xo'p, tramadol yoki shunga o'xshagan sintetik narkotiklar, dorilar hozir sotiladi, juda ham arzon, ehtiyot bo'linglar, ayniqsa farzandinglarni shu narsadan asranglar. Undan tashqari buni analoglari bor.
gaba gammaga o'xshagan gaba bentin degan analoglar bor. Diabet, odamlar alkogoliklar, boshqa oyog'i og'riydigan odamlar qabul qiladi. Bu holatda testosteroningiz tushib ketadi, ehtiyot bo'ling. Agar diabet tufayli oyog'ingiz og'rib, tramadol qabul qilayotgan bo'lsangiz yoki gabapentin, gaba gammalarni qabul qilayotgan bo'lsangiz, buni sababi sahrni balandligi, noto'g'ri dieta qilishingiz, sport qilmasligingiz yoki qand tushiradigan dorini terapiyani noto'g'riligi yoki vaqtida qabul qilmasligingiz. Nafsingizni tiysangiz, to'g'ri davolansangiz, oyog'ingiz og'rimaydi, mana shu tramadollarni ichmaysiz. Operatsiya bo'lib tramadol ichayotgan bo'lsangiz, u 20 kun, bir haftada tuzalib ketadi, og'rig'ingiz qoladi inshaalloh. No, agar shunga o'rganib qolib, shundan chiqishga harakat qilmasdan qabul qilib yurgan bo'lsangiz, bu noto'g'ri narsa. Va endi Clinical Endocrinology jurnali 2020-yilda 78 ta erkakni tekshirib ko'rishganda, mana shu opioidlar, ya'ni narkotiklarni to'xtatgandan keyin 63 oyda 62% erkaklarda testosteron tiklangan. Lekin hammasida ham tiklanmagan. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Narkotiklarni qabul qilish testosteronni bir umrga pasaytirib qo'yishi mumkin. Endi opiat sindrom. Pain Medicine jurnalida 2017-yilda chop etilgan. 182 ta erkaklarni tekshirib ko'rishsa, uzoq vaqt narkotik qabul qilganlarni 73% da libido, ya'ni jinsiy xohishi pasaygan, 48% da, ya'ni deyarli yarmida depressiya bo'lgan, apatiya bo'lgan. Apatiya degani hech narsa qilishni xohlamaslik. 42% da muskul massani kamayishi, 61% da jinsiy quvvatni pasayishi, 69% da surunkali charchoq va 55% da qorin qo'yib semirish kuzatilgan. O'rtoqlar, narkotiklarni qabul qilishingiz mana shunaqa 6 ta yomon narsani, yomon holatlarga olib kelishi mumkin. Va narkotiklarni qanchalik ko'p qabul qilish shunchalik testosteronni tushiradi. European Journal of Pain da 2015-yilda 320 ta erkakni tekshirib ko'rishgan. 100 mg tramadol qabul qiladiganlarning testosteroni 22% holatda pasaygan. 200 mg ga chiqqanda 2 barobar oshgan 38% va 200 mg dan ko'p qabul qilsa 56%. Demak, qanchalik ko'p narkotik qabul qilsa testosteronni shunchalik ko'p tushirar ekan. Plaster holatidagi narkotiklar yopishtirib olsa, terisiga, boshqa joylariga yopishtirsa, kayf qilib yuradigan narkotiklar yoki og'riqni qoldirib yuradigan narkotiklar, ular kuchliroq tushiradi, chunki qonga doimiy ravishda narkotik kirib turadi. Xo'p, davosi. Qaranglar. Bu holatning davosi. Albatta, mana shunaqa preparatlarni doktor yozib bergan bo'lsa va sizda jinsiy xohishni pasayishi, jinsiy quvvatni pasayishi, charchoq, depressiya, uyqusizlik, asabni buzilishiga o'xshagan holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol testosteroningizni tekshirib ko'ring, doktoringizga murojaat qiling. Xo'p, alternativa bo'lsa, ya'ni bu preparatni almashtirish bo'lsa, doktoringiz preparatingizni almashtiradi. Agar ko'chadagi narkoman bo'lsangiz yoki sho'xlik qilib to'y-po'ylarda, choyxona-poyxonalarda qilib yurgan bo'lsangiz, bu ishingizni to'xtating. To'xtata olmasangiz davolaning. Endi agar siz doktor bo'lsangiz, bu ma'ruzani shu paytgacha eshitgan bo'lsangiz, agar bemoringiz shu holatda bo'lsa, har doim mexanizmini eslaymiz. Qaranglar, ikkita mexanizm edi. Mioretseptor tuxumlarga ta'sir qilgani uchun testosteron ishlab chiqarish 50% ga kamayyapti. Xo'p, demak, mioretseptorlarga ta'sir qilmasligi uchun siz o'sha opioidni to'xtatishingiz kerak. U sintetik bo'lsin yoki oddiy tabiiy bo'lsin. Agar alternativa bo'lsa, uni almashtiring. Xo'p, almashtira olmadingiz, chunki bemoringiz misol uchun beli og'riydigan, oyoq og'riydigan yoki boshqa bir rakdan kuchli bolevой sindromli bemor bo'lishi mumkin. Ikkinchi retseptorni o'ylaymiz. Gonadotropin releasing kamayib ketgan edi. Uni natijasida luteinlovchi gormon kamayib ketgan edi. Uni natijasida testosteron pasaygan edi. Demak, yoki gonadotropin releasingni oshirishingiz kerak. Misol uchun tribulusga o'xshagan dabavkalar orqali, ayniqsa bemoringiz yosh bo'lsa, ichirib ko'ring tribulus, balki yordam berar. Yordam bermasa, demak, luteinlovchi gormonni ko'paytirish uchun gonadotropin qilishingiz mumkin. Ya'ni gonadotropin qilishingiz mumkin. Xo'p, bu testosteronni ko'tarsa, yana qo'shimcha og'rig'i ham pasayadi, boshqa yaxshi o'zgarishlar ham bo'ladi. Gonadotropin qilganingizda yordam bermasa, testosteron ko'paymasa, chunki mioretseptorlar, Leydig hujayralar bloklangan. Leydig hujayralar mioretseptorlar tufayli bloklangan. Chunki tuxumga ham ta'sir qilishini hisoblang. Zamestительный terapiyaga o'tkazasiz. Gormon o'rinbosar terapiya
gormon zamestительniy terapiyaga o'tkazasiz, testosteronni ko'taring. Bilasizlar, testosteron og'riq qoldiradi. Shuning uchun balki opioiddan ham chiqarib olishingiz oson bo'lar. Bemorni hech qachon testosteronsiz qoldirmanglar. 3 ta mexanizmini o'rgatib ketyapman. Kelajakda balki bu narsani ko'rarsiz qachondir ham. Agar vrach bo'lsangiz, kelajakda balki bu narsani tushunarsiz 10 yil, 20 yildan keyin, hozir ko'rib turgan bo'lsangiz ham. Balki men bu narsaga duch kelmayman deb o'ylayotgandirsiz. No, mana sizga tayyor shpargalka mexanizmini o'ylaylik. Testosteronni ko'tarishni ikkita mexanizmi tuxum orqali agar o'ylab ko'ring va gonadotropin releasing orqali o'ylab ko'rish kerak. Men sizga tayyor yechimini aytib ketaman. Bu narsalarni balki hech qayerda literaturada ko'rmassiz. Oxirida agar gonadotropin releasingni ko'tara olmasangiz, luteinlovchi gormonni ko'tara olmasangiz, zamestительный terapiyaga o'tkazing, chunki testosteronni o'zi og'riq qoldiradigan xususiyatga ega. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.